bo'ynini ushlab ushlasam muzlab yotib tushunay. Boshqa qilib, mayki paltomni ichiga kirib ozgina isinib, boshqa qilib. Gapga kirmaydi. Assalomu alaykum. Ota-onalar kim? Alaykum assalom, raqam tanlaymiz Inomjon. Ha, bo'ldi. 3. Bo'lar bo'shliq qiliqlik, seziladi iliqlik. Bo'shliq chaqnar o't, yuragida bo'lar o't. Ko'zidan chaqnar. Vaqt ketdi 1 daqiqa. Yetti bo'g'in ekan-a? Bo'lar bo'lmas qiliqlik. Seziladi iliqlik. Bular bo'lmas bo'lsa chiziqcha bo'lish kerak edi. Ko'zidan chaqnar o't, ko'zidan chaqnar o't desam o'tda bo'lib qoldi. Oyog'idan. Oyoqdan o't chaqnaydi. Ko'zdan chaqnamaydi. To'g'ri, oyog'idan. Oyog'idan. Bu yog'i nima uni? O't to'g'ri 7 ta bo'ldi. Keyin pastdagi nima? Qilar ish bo'lar yo'qmi bir balo edi. Oyog'idan chaqnar. Bular bo'lmas bo'lmasa kerak. Hani juft so'z u. Bular bo'lmas qiliqlik to'g'ri, to'g'ri kelyapti. Juft so'z bo'lish uchun chiziqcha bo'lish kerak-da. Chiziqcha yo'q. Bo'lar Yomon qiliqlikmi? Bular yomon qiliqlik, seziladi iliqlik. Marhamat. Yo'q, yaxshi qiliqlik. Ijobiy. Seziladi iliqlik, olov chaqnar o't, yuragida bo'lar o't. Birinchisi endi, shundaymi? Endi va Olov. olov. Inomjon. Marhamat. she'rga hech kim tayyormas ekan-a? Bular yaxshi qilik. Ha. Ijobiy so'zda u. Seziladi iliqlik. Oyog'idan chaqnar o't, yuragida bo'lar o't. Sharhga 2 daqiqa. Marhamat. Oyoqdan chiqmaydi. Bu she'r Farruh vaznida yozilgan bo'lib, to'rtga 3 vaznda turoqlangan hamda AA BB shaklida qofiyalangan. Bu she'rda bular yaxshi qiliqlik, seziladi iliqlik, oyoqda chaqnar o't, yuragida bo'lar o't. So'zga yuraydi-da o'zi. Deganda endi shuncha qiziqishlarimiz yetadi. Endi bu yozda kelayotganda seziladi iliqlik degan, oyoqlarda chaqnar o't, yuragida bo'lar o't. Bu anaqa harakat qiluvchan, shiddatkor bolalarning oyog'ida chaqnar o't, yuragida bo'lar o't demoqda. Bu she'rning bosh g'oyasi bolalarni sho'xlikka emas, ko'proq yuragida, oyog'ida chaqnar o't, yuragida o't bo'lib harakat qilishga, o'qishga chorlamoqda. Bu she'r hozirgi yoshlarga juda ham yaxshi she'r bo'la oladi. Qiliq so'zini biz salbiy nima qilamiz-da? Sizga yaxshi qo'llab, masalan, shoirni shunga e'tibor bersak. Shu bu bola yaxshi qiliqli bo'ladi. Oyog'idan o't chaqnaydi, ya'ni onasiga yordam beradi, uyda nima qiladi deb izohlasak. Va bu she'r menga juda ham yoqdi. Bu javob. Vaqt to'xtatamiz. Bo'ldi. Inomjon. Muallifni eslamizmi? She'r o'qiganmiz. Oltanish. Shunga qiynalibsiz, hechqisi yo'q. Menimcha bo'ladigan bolalar desak kerak. Ha. Po'latnoma. Masdan ikkilida yozilibdi. Bo'sh vaqtni ko'pdilar. O'zing she'r yozasanmi? Oldin yozardim, hozir endi Oldinda qachon?
Yoshligida yozgan. O'rta yoshligimda yozgandim demak. Birinchi sinfda she'riyatga kirib, uchinchi sinfda chiqib ketganda. To'xtatma she'r yoz. Men inanganimga 28 ball qo'ydim. 28, 27, 27, 28. 28. 27 butun 7 ball. Sog' bo'ling.